Başka mesela kadar değil. İşten gitti. Bolajonlar, bo'g'irsoqni tulkivoy nima qildi aldab? Hap etib yeb qo'ydimi? Demak, bolajonlar, biz kattalarni gapiga quloq solishimiz kerak ekanmi? Agar buvijoniga aytganida chiqmas edi, o'zicha mana o'zboshimchalik bilan chiqib ketib, tulkivoyga yem bo'ldi. Hamma tushundimi bolajonlar? Biz endi tarbiyachilarimizni, onalarimizni, buvijonlarimizni xabar berib, keyin ko'chaga chiqadigan bo'ldikmi? Aytmasdan chiqmaymiz-a, bolajonlar? Ertak sizlarga yoqdimi? Ayting, tanishamiz. Bo'g'irsoq rolida Hamid va Muslimaxon 3-maktabga tayyorlov guruh tarbiyachisi. Qarsaklaringiz. Demak, bo'g'irsoq rolida Hamid va Muslimaxon ustozimiz chiqdilar. Bolajonlar, sizlarga yoqdimi? Qarsaklaringiz bilan olqishlab qo'yamiz. Bo'g'irsoqimiz bir ko'tarilsinlar, ko'raylik. Rahmat. Ustozimiz ham ko'rining. Rahmat. Navbatdagi ay polvonmidi, quyonmidi, qanaqasi birlaring edinglar? Birinchi kim chiqdi? Kim ekan? Bo'rimi? Bo'rivoy rolida Mullaboy va Gulchehra ustozimiz chiqdilar, ovoz berdilar. Qani qarsaklaringiz bilan olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi quyon rolida
Kim ekan Quyon rolida va Tulkivor rolida Qosim va Umidaxon ustozimiz chiqdilar. Qani qarsaklaringiz bolajonlar. Rahmat ustozlar. Xo'p, yana kim qoldi? Barcha personajlarimiz chiqdi. Mana Naziraxon ustozimiz, Abdali va Naziraxon ustozimiz qaysi rolda chiqibdilar bolajonlar? Kampir, yana nima? Tulkivoy. Mana rahmat ustozimizga. Qani qarsaklaringiz bilan olqishlab qo'yasiz. Ertaklar barchangizga yoqdimi? Rahmat bolajonlar. Qani qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz, ha? Rahmat.